Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Qalabaqam fondini qo'llab kelayotganlar, kuzatib kelayotganlar. Bizning videolarga qaytgar bo'lmay, ehsonda birinchilikda yurgan hurmatli do'stlar. Hurmatli do'stlar, bugun biz sizlarga video qabul qilishimizning sababi bugun ayni sejavizga yordam kerak. Sebebi bugungi kunda servis pechin o'smini olib жатат. O'shandaqdan hozirda licheniyasini ko'plagan qimmat dorilar ketayotadi. O'sha sababdan sizlardan so'raymiz, videoga qaytgar bo'lmangizlar. Biz hozir Alamqa rayonining Jumagul Dushambayeva ko'chasida turamiz. Qo'lingizdan kelganicha yordam beringizlar. Sizlardan so'raymiz, bu videolarimizda boshqalarga taratmangizlar. Ayni seja uchun duo qilingizlar. Alloh shifosini bersin deb. Ejasini hozirda 3 bolasi bor, bolalar uchun so'raymiz sizlardan. Assalomu alaykum, hurmatli tanish bilish birodarlar, ko'kalar. Murojaat qilganimiz sababi yordam berishinglarni so'rab qolamiz. Ayolimni licheniyasiga yordam berishinglarni iltimos qilamiz.